Hozir hamma joyda qurilish va ko'pchilik podключ xonadon xarid qilishni xohlashadi, lekin narx qimmat. Hozir men sizga podключ avtomobil ko'rsataman, ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysiz. Hamma qulayligi bor. Eng qizig'i, narx arzon. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Shinarite T30 benzinli va tayyor zavodga gazli versiyalari mavjud. 315 ga 172 o'lchamli bortimizga siz 2 tonnagacha yukni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Endi sizga bitta savol. Ushbu avtomobilimizning dvigatel hajmi va ot kuchi nechta deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Elektro kuchaytirilgan rul, 4 bosqichli konditsioner, ABS tormoz, charm o'rindiqlar va zavod tomonidan o'rnatilgan sensorli monitor va orqa ko'rish kamerasi. Avtomobilimizni istalgan to'lov uslubida naqd pul, pul o'tkazish, avtokredit va Nasiya savdo orqali ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Avtomobil haqida batafsil ma'lumot olish uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Toshkent shahar Sergeli Massiv 1, Sergeli mashina bozori orqa tarafida joylashgan Shinarite SV saloniga tashrif buyuring. Barchangizni kutib qolamiz.